Maytdan Paqirchada qaytamiz endi. Ichida namoz o'qishyapti ichini. Qaytyapmiz. Qaytishda bir kishidan chiqarar ekan. Chunki o'sha odam kam bo'lar ekanda. Yo'ldan tushyapmiz uyimizga. Tomonda manzarasini qaranglar, quyosh chiqib ketdi, hozir yomg'ir yog'ib, kunduzi bilan yog'adi, tinadi. Chetdanmi? Ag'da, yuzni. Uylangan. Bag'daligini kunga o'tgan. Manzarani qaranglar, mazza qilasizlar-da. Buni qaranglar. Har bir nimada besetka qilib qo'ygan. O'riklar pishib yotibdi. Rosa o'rik g'uj qilgan bu olma endi pishyapti. Hozir aytdi o'rik qoqib berdi. Das. Mana bu yerda mayda o'rik ham rosa shirin. Pishyapmiz. Qaranglar. Yotoqxona chiqdik, bu ham o'ziga xos. Mana yana bitta xonadon tavsiya qilyapti sherigimiz. Hozir nomerini olamiz. Rosa har xil xonadonlar nomerini olyapmiz. Udobstvasiga qarab tanlab, nomer olib kelsa bo'ladi. Manzarani qaranglar, gostinitsaga o'xshaydi. Sihatgohga o'xshaydi. Bu manzarani qarang. O'tiribmiz. Mazza qilib. Odamlar mana bu yo'l betonli yo'l. Rosa sel quydi mana hozir. Yaxshi vaqtida uyga kelyapmiz. Sel quydi. Bir pastirib ochilib ketadi. Kuyapti. Ozgina yursa piyoda, nimadan piyoda yurilsa 10 minutda sentrda bo'lamiz.